Xalqida men Abdurahmonman va bu mening kanalimdagi birinchi video. YouTube olamiga endi kirib kelyapman, hali tajriba qilaman, hazillashaman, siz bilan birga o'saman. Plus bugun biz o'ynaydigan o'yin esa juda ham g'alati va qiziq. The Shadowley Project, ya'ni kompyuterning versiyasida bu Shadowley 1. Buni o'zimizda Fezo G'ayrat akam, Uzlider Johir akamlar o'ynagan. Bu yerda biz bu mobilniy versiyasi, bu yerda biz bodring o'sha qo'pol qilib aytganda giyohvandlik moddasi yetishtirib pul ishlashimiz kerak. Siz eshitgan bodring emas, o'yin ichidagi bodring. Demak, siz ham hozir ushbu jinoyatga sherik bo'lyapsiz, ekran qarshisida bo'lsa ham. Xo'p, nomimizni kiritamiz, ismimizni. Xo'sh. Sayrik. Nomni ko'ryapsizlarmi akalar? Nomim dahshat. Bu nomni men bir oy topmoqdardim, bir oy o'ylab keyin mana shu nimaga keldim. Xo'sh akalar, o'yin haqida qisqacha gapirib o'tdim. O'yin shunday ko'rinishga ega. Grafika telefon uchun yomon bas. Xo'sh, bu kim? Yaxshimisiz? Uy sotolarkanmiz. Mayli, rahmat. Xo'sh, uyga kiramiz. Bismillah. Uy dahshat. Uxlab bo'lmaydi, ertalab bilaman. Xo'sh, oppasi joyga kim bu yana? Xo'sh, biz magazinga keldik. Xo'sh. Qandaysiz? Sizga narsalar kerak. Bitta bundan olamiz, bitta bundan. Hozircha yetadi. Ya, qur'on qani. Rahmat. Sog'a. Ketdik endi. O'yinda sal qochish bor, e'tibor bermaysizlar akalar. O'yin yangiligi uchun telefonim ozgina parod. Xo'sh, bu o'yinda qiziqqanlar uchun Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Qiziqqanlar tortib o'ynashlar mumkin. Xo'sh, baqa qo'yamiz. Endi buni baqa qolamiz. Xo'sh, akalar, mana biznesni ham boshladik. Bittasi 30 ekan. 30 dollar ekan bittasi. Nechta olaylik? 2 ta olaylik, 3 ta olamiz. Mana. Xo'sh. Buyurtmadan keldi. Eshik yopishdi, eshikdan chiqarib, mayli hech kim yo'q hozir. Akalar, mana o'zimizdan keldi. Mana endi biznesni boshlaymiz akalar. Xo'sh, mana. Hoppa. Bu yerda bitta bu yerga sug'orish kerak do'stlar. Sug'ormasang pulim yo'q. Xo'sh, endi sug'oramiz. Gaplarimga e'tibor bermaysizlar akalar. Yaxshi rivojlangan. Mashmalalarni aytib turaylik. Qo'lga tushib o'tiraman. Hop, endi buni o'sishini kutamiz, ha. Yaxshi. Bir aylanib kelaylik ungacha.
Osh betlarda nima bor? Iya, nima bo'ldi? Hamma yoq bir xil mashina. Brat, polis kelib. Yaxshimiz? Qayerda? Yaxshi bor. Vorku bor. Yaxshimiz, brat? Ketmaysan, brat. Shafqatdan bilding nimaga shu yerda? Shakalar, o'yin shunaqa ko'rinishga ega. Bular nima? Bular bulut bo'lsa kerak, to'g'rimi? Osmondagi bulutlar qanaqa? Tog'lar. O'zida kichkina shaharchalar bo'lsa kerak. Yaxshi. Xo'sh. Platik bo'lamiz. Akalar uryapti mana. Bu kattagina bodring bo'lishiga ancha bor, lekin bodring bo'ladi. Yo'qsa ko'mak. Do'stlar, sizlarga bir maslahat, bu ishni hayotda qilmaymiz, faqat bu o'yinda shunaqa yana loyiha qilib o'tirmanglar. Shunaqa gaplar, akalar. Ovozim ham ancha yo'g'on, xafa bo'lmaysizlar. Endi mana YouTube'ga qiziqish bilan kirmadim, shunchaki hobbiga aylanadi endi. Hobbi emas, hobbiga emas. Endi ish desak ham bo'ladi. Qo'yaylik, nima qo'yaylik. Shunda sekin o'tyapti. Ya, o'tyapti. Hayron qoldim. Yaxshi. Ozgina kuchayganim. Xo'sh, o'rtoqlar, keyingi o'yin qanaqa o'yin bo'lsin? Bundan tashqari men boshqa o'yinlar ham o'ynab ko'rmoqchiman. Faqat mobilda bo'lsin, kommentga yozib qoldiramiz. Shunaqa gaplar. A few moments later. O'yin zo'r, menga yoqyapti. Sizlarga yoqsa kommentga yozinglar, albatta. Menga qiziq, shafqat. Uyim qat'iy topilmayapti. Mana shunaqa stilda. Mana. Xo'sh. Mana birinchi hosil tayyor. Endi sotamiz bularni. Qaychimiz qaniydi? Xo'sh. Bunday. 8 ta bor bizda. Endi buni paketlash kerak, to'g'rimi? Paketlash uchun bozorga borish kerak. Ketdik. Mana ketdim. Bizga paketlangan narsa kerak. Shu 10 ta paket kerak. Bo'ldi.
Rahmat. Sağ olasın. Ketdi akalar. Birinchi hosilimizni sotamiz. Birinchi hosil sotiladi. Mana hammasi boyib ketamiz. G'ayrat aka kubot oladigan bo'lsa, men notebook olaman. Ishga ketdi. Bak. Ya. Koyayım. Bravo. Bravo. Okey. Bu. Ya. Okay. Şeftik bulmasam sotamız. Hoş. Bitti. Topla. Birinchi xaridorimizni topishimiz kerak endi. Men akamandan bitta tartib ko'ring. Aka. Keling. Olmayman deydi. Sotib ko'rganman. Sizga mana shu akaga sotamiz. Bu qiz bor ekan. Qani opa, nechta kilo botiring kerak? Xo'sh. Yo'q. Nimaga unaqa? Ketishdi. Hozir politsiyachilar paydo bo'ladi. Shunaqa sekin surish kerak, brat. Siz olasizmi? Sizning bo'lmasa nimaga yo'q? Oling. Kim oladi? Xo'sh, brat. Siz olasizmi, brat? Ikkinchi levelda deydi bu. Kim oladi? Birinchi levelda kim oladi? Birortalaring olinglar. Iltimos, birortalaring olinglar. Hozir hamma zargar akalar. Ko'rasizmi? So'rasizmi, brat? Yo'q deydi. 3-levelda beraman deyapti. Mayli. Brat, men xafa qilyapsiz. Brat bas, o'yin xafa qilyapti. Mana sottirmang. Soling pishmosa, nega yo'q. Batta bas. To'g'rimizdagi kim ko'rinsa shularga berib yuboramiz. Chaq bitta. Chaq. Siz oling, brat. O, yaxshi. 3 ta deydi. Yaxshi, brat. Sog'liq chekmaysizmi? Mana do'stlar, siz bo'lsangiz bu birinchi urug'larimizdan 8 ta nima oldik? Urug' deydimi, nima deydi? Bilasiz, 8 ta paketladik, 3 tasini sotdik. Shunaqa gaplar. Akalar, agar video yoqqan bo'lsa like bosamiz, albatta obuna bo'ling kanalga. Kommentga video o'yin yoqqan bo'lsa kommentga yozing, albatta. Bratga ham sotib ko'ramiz, bo'ladi. Brat nechta sizga ekan? Men brat. Qancha yo'q, $70.
Mana sizga adrenalin. Menimcha siz bunday bodring yetishtirib ko'rmagansiz akalarim. Xo'sh do'stlar, siz bo'lsangiz bu bodringlarni qanchaga sotasiz kanalga yozing albatta. Menga qiziq. Siz ham olasizmi shunaqa? Xo'sh do'stlar. To'xtab turinglar. Xo'sh, nima yo'qot deydi. Ketdik xullas. Shuni sotamiz. Uyum. Uyum qani? Uyum. Jonajon uyum. Qatlarda qolib ketdi. No. Salam, no. Voy, qatlaring ketdi. Yo'q, sotilar deydi. Qancha sotasiz? Ya, sotmasam. Egasi qo'yadi ichkari. Shunaqa gaplar. Ha, akalar, mana buni ham topdim. Xo'sh. Mana bizni ham kirib oldik. Mana do'stlar, birinchi bodring biznesimiz shunaqa ketdi. Agar sizga bu video yoqqan bo'lsa, like bosing, izoh yozing va kanalimga obuna bo'ling. Hali oldinda juda ko'p g'alati va qiziq o'yinlar kutyapti. Men Abdurahmon edim. Salyut. Keyingi videolarda ko'rishamiz. Chao akalar.